Sizni manipulyatsiya qilmoqchi bo'lgan odam aynan shu joydan ushlaydi. Shunda olib keladida bitta fikr aytadi-da, bilasizmi? Ana odam siz haqingizda shunaqa gap gapirdi deydi. Ya'ni sizni u odam aldoqchi dedi. Rostdan degan bo'lishi mumkin, yolg'on gapirmayapti. Va u sizni dushmaningiz deydi. Sizga g'oya olib kelayotgan fikri, aldagani, isboti ham xuddi shu. Nima isboting bor? Ana aldadi-ku, sizni aldoqchi deyapti-ku deydi. Balki topib ko'r. Balki rostdan 1-2 marta va'da berib shu odam bajarmagandir deb aytgandir. Aldoqchi bo'lsa kerak, 1-2 marta va'da berib bajarmadi. 3-4 marta esdan chiqib qoldi va bajarmadi deb shunaqa deb o'ylayman degan bo'lsa kerak. Bitta gapni olib ergashib ketaverishimiz. Bitta eshitganimiz o'zida ha shunaqa ekan deb turib o'shani o'zini ma'lumot g'oya sifatida qabul qilib va o'sha gapni o'zini isbot sifatida qabul qilib ketishimiz ko'p muammolarga sabab bo'ladi bizda. Agar kichkina narsalarda intizomli bo'lmasang, katta narsalarda aniq intizomli bo'la olmaysan. Atigi degan odam hech qachon boy bo'lmaydi deydi. Atigini pulga ishlatgan odam pul bilan jiddiy muomalaga kirisha olmaydi. Atigini vaqtiga nisbatan ishlatgan odam hayotida bir tuzuv ishlar qilishi qiyin bo'lib qoladi. Hamma, mutlaq, men ham, siz ham hamma. Birinchi navbatda hayolimizda yomon narsalar qoladi. Yomonlikni biz tezroq ko'ramiz, yaxshiroq ko'ramiz. Kimdir o'libdi, moshina urib ketibdi, xotin tashlab ketibdi, er tashlab ketibdi, bolasi bo'lib qolibdi, adashib qolibdi, pulga uxlatib ketibdi, aldabdi. Hamma bir-biriga tarqatib tashlaydi. Bu yil tug'ilish katta bo'pti. Manimcha qarzimizdan qutulamiz. Yangi texnologiya ishlab chiqaribdi. O'zimiz dron chiqarishni boshlaymiz. Ikkita bolamiz anta Dubayda qanaqa chempionat o'tdi. Shaxmatda mana bu bolam chempioni bo'ldi. Qo'ysangchi. Bu tabiatimiz. Shu narsani bilaylik, lekin biz o'ylaganchalik yomon emas atrof. Biz o'ylaganchalik dabdala emas. Odamlar biz o'ylaganchalik yomon emas. Biz yomonni ko'rishga ustamiz. O'tirib tafakkur qilsak, ancha yaxshi bo'lib qopti degan narsa keladi. Iqtibos 39-soniga ham yetib keldik. Rahmat hamma kuzatayotganlarga. Bugun juda ham zo'r iqtiboslar tanlab olganmiz va ayniqsa birinchisi men xohlardim ko'pchiligimiz amal qilishimizni. Feynmandan. Feynman bir kuni ommaviy fizika ma'ruzalarida aytib qoldi. Hech qachon biz g'oyani bizga taklif qilgan ma'lumot asosida o'sha g'oyani isbotlamasligimiz kerak. Ya'ni taklif qilgan ma'lumot va isbot qiluvchi ma'lumot bitta bo'lmasligi kerak. Yo'qmasam bu og'ish yoki ideologiyani belgisi hisoblanadi. Agar do'stingizni bir kun kech qolganini ko'rdingiz va bu sizga g'oya berdi. Ya'ni ma'lumot ko'rdingiz, data ko'rdingiz, ma'lumot berdi. Shu mas'uliyatsiz bo'lsa kerak degan fikr keldi, g'oya keldi. Endi, rostdan mas'uliyatsiz, mana kech qoldi-ku deb o'sha g'oya bergan ma'lumot bilan o'shani isbotlab qo'ymaydi deyapti. Ko'p qilamiz biz bu narsani. Ya'ni agar ma'lumot kelgan bo'lsa, u hali isbot emas. U shunchaki g'oyani berdi. G'oyani bergan ma'lumotni o'zini isbotga ishlatmang. Agar bir odamni ko'chada mashinada ketyapsiz, jahli chiqib baqirayotganini ko'rdingiz. Bu jahldor bir o'zini boshqara olmaydigan odam ekan. G'oyasi fikri keldi. Isbotim bormi desangiz, yana xuddi o'sha narsani ishlatmang deyapti. Yana xuddi o'sha mana mashinada baqirganini ko'rdim-ku deganni ishlatmang deyapti. Yoki bir odamni qarzini olib bermaganini ko'rdingiz. Va aytdingiz, bu umuman omonatsiz odam ekan, omonatdor emas ekan dedingiz. G'oya keldi. Lekin isbotlash emas, bu shunchaki g'oya. Isbotlash uchun yana boshqa joydan, boshqa odam aytsin yoki boshqa narsa ko'ring deb aytayapti Feynman. Bunga sabab nima? Nima uchun bitta ko'rganda o'sha g'oyani biz isbotlab keta olmaymiz? Chunki biz bitta qismini ko'ramiz va inson o'zini har doim har xil tutadi. Eng odobli odamga ham jahli chiqib turishi mumkin. Eng kech qolmaydigan odamlar ham ba'zan kech qolishi mumkin. Doim vaqtida bitirib beradigan odamlar ham 1-2 marta kech qolishi, ya'ni ulgurmasligi mumkin. Hattoki bu pozitivga ham ishlaydi. Tasavvur qiling, mana shu iqtibos loyihasini ko'ryapsiz. Kimdir qaysidir o'rtog'ingiz sizga aytdi. Ko'p foyda olganman, juda foydali loyiha dedi. G'oya keldi miyangizga, bu iqtibos loyihasi foydali ekan. Lekin bu hali isbotlanmadi. Chunki o'sha foydali degan gapi bilan sizga kelgan g'oyani yana o'sha gap bilan isbotlanmaydi. Bu propagandaga uchib qolishga sabab bo'ladi. Boshqa odamdan eshitishingiz kerak bo'ladi yoki o'zingiz ko'rib turib foyda olishingiz kerak bo'ladi yoki balki izohlarni o'qish kerak bo'ladi. Bir odam bitta produktni yoki mahsulotni maqtab ketdi. Men juda yaxshi, biz zo'r dars o'tar ekan yoki men buni olib kremlarni surdim, zo'r yo'qolib ketdi yoki mana shu kiyimni oldim, maza qildim. Bu shunchaki birinchi bosqich, bu g'oya. G'oyani berdi. Hali endi isbotlanmadi. Isbotlash uchun mutlaq boshqa joydan biz o'zimizga isbot olishimiz kerak. Mana shuni aytayapti Feynman. Agar bitta eshitganimizni o'ziga ishonib ketaveradigan bo'lsak va biz shunaqa qilamiz ham o'zi asli. Birinchi eshitgan gapimizga shunaqa ekan deb eshitib ketamiz.
Va bu ham mayli. Biz nima qilamiz? Biz o'sha eshitgan gapimizni tashib yuramiz, ya'ni boshqalarga ham yetkazamiz. Va bizdan ketgan odamlar ham xuddi shunaqa eshitadi, tarqab ketaveradi. O gap bor edi-ku, sizga kimdir nimadir gap olib kelsa, tekshirib olinglar yaxshilab, nima desa ishonib ketaverasizlarmi degan gap. Xuddi shuni Feynman ham aytayapti. Kelgan g'oyani boshqa manba bilan tekshirib olgin deyapti. O'sha g'oyani, o'sha ma'lumotni, o'sha datani o'zi bilan isbotlanib ketavermagan deydi. Men bir muallifni kuzatmoqchi bo'lsam, bir YouTube kanalini kuzatmoqchi bo'lsam yoki bir kitobni o'qimoqchi bo'lsam, xuddi shunaqa qilaman, bir nechta joydan kutaman. Bir nechta joydan kutaman. U odam maqtash kerak, bu umuman boshqa odam maqtash kerak yoki uchinchi odam ham aytish kerak, keyin deyman. Ana unda aytganda fikr paydo bo'ladi. Yaxshi bo'lsa kerak degan. Ikkinchi odam aytganda endi mana isbot paydo bo'ldi. Fikr beruvchi va isbot qiluvchi boshqa. Sizni manipulyatsiya qilmoqchi bo'lgan odam aynan mana shu joydan ushlab manipulyatsiya qiladi. Aynan shu joydan ushlaydi. Shunda olib keladi-da, bitta fikr aytadi-da. Bilasizmi? Ana odam siz haqingizda shunaqa gap gapirdi deydi. Ya'ni sizni u odam aldoqchi dedi. Rostdan degan bo'lishi mumkin, yolg'on gapirmayapti. Va u sizni dushmaningiz deydi. Ya'ni sizga g'oya olib kelayotgan fikri aldagani isboti ham xuddi shu. Nima isboting borsa, ana aldadi-ku, sizni aldoqchi deyapti-ku deydi. Balki topkur. Balki rostdan 1-2 marta va'da berib shu odam bajarmagandir-da, aytgandir. Shu aldoqchi bo'lsa kerak, 1-2 marta va'da berib bajarmadi. 3-4 marta esdan chiqib qoldi va bajarmadi deb shunaqa deb o'ylayman degan bo'lsa kerak. Ana shu narsa haqida o'ylamaymiz. Bu katta hayotimizga foyda keltiradigan narsa. Men xursand bo'lib ketdim Feynmanning bu gapini ko'rib. Men o'zimdagi bitta xatoni ko'rdim dedim. Endi nimaga olib keladi bu? Qani bizga kimdir fikr kelsa qattandir kutamiz. Ya'ni qattandir isbotlanishi mumkinmi shu? Isbot boshqa joydan kelsin. Xuddi o'sha narsani o'zini isbot qilib olmaylik. Yoki kimdir, men ko'p odamlarni bilganman, o'zim ham shunga uchganman. Mana shu biznes g'oyani boshlasa zo'r bo'ladi. Zo'r o'xshaydi, pul tikish kerak yoki vaqt ajratish kerak deydi. Isboti nima desa, mana aytib turman-ku zo'r deb. O'sha odam o'zi isbotmasa yo'q endi. Endi boshqa isbot boshqa joydan kelish kerak. Bu fikrni olib keldi. Isbot nima desa, bizdagi bor fikrni rostdan shunaqaligini tasdiqlovchi ma'lumot bu isbot. O'shaning uchun boshqa joydan kelish kerak. Qayta har xil misollar bilan keltirib yotibman. Nimaga? Esda qolishimiz uchun. O'zimni ham esimda qolish uchun. Sizni ham esingizda qolishi uchun. Chunki mana shu hayotimizda juda ko'p noto'g'ri qarorlarni oldini oladi. Bitta gapni olib ergashib ketaverishimiz. Bitta eshitganimiz o'zida shunaqa ekan deb turib, o'shani o'zini ma'lumot g'oya sifatida qabul qilib va o'sha gapni o'zini isbot sifatida qabul qilib ketishimiz ko'p muammolarga sabab bo'ladi bizda. Men shunaqa qilib, qaysidir Germaniyaga ketmoqchi bo'lganman, masalan, bitta odamdan eshitib olganman, shunaqa ekan deb nemis tilini o'rganganman, yillar sarflab o'rganman. Boshqa odamlar bilan maslahatlashsam, keyin yillar o'tib, yo'q, keta olmaysan, mana joylarni ham bilishing kerak, mana joylarni qilishing kerak degan, ya'ni bitirib keyin ketasan deganda, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Shuning uchun ham bu narsa bizga umrimizni, vaqtimizni tejalab beradi. Bundan keyin shu prinsipni agar qo'llasak, to'xta deymiz. To'xta. Sen isbotda men boshqa joydan kelsa keyin gaplashamiz. Bu shunchaki g'oya. Gapir deyman, ishonib ketavermayman. Boshqa joydan boshqa odam isbot olib kelsa, xuddi senga o'xshagan gapni gapirsa, keyin deyman, o'ylab ko'raman. Marketing ham shunaqa. Aytadi, biz zo'rmiz, biz mijozlarimiz bilan kasallarimiz tuzalib ketdi, biz kimdan olgan bo'lsa ishlari zo'r bo'lib ketdi, mana bitiruvchilarim deb aytadi. Siz aytasiz, bu g'oya berdingiz bizga zo'rman degan, kimdir boshqa odam ham aytadimi? Shuning uchun ham biz maktabimizda Ramadan reklama qilmoqchi bo'lsak, o'zimiz gapirganimizdan tashqari ota-onalarimizni ham gapirtiramiz, o'quvchilarimizni ham gapirtiramiz. Chunki faqat biz gapiraversak, albatta hamma o'zinikini maqtaydi. Lekin boshqa odamlarning ham fikri bor. Savol berishdi, eshitib o'tirganlar, hamma kelgan ma'lumotni shunaqa tekshiramizmi? Bundan oldin olgan ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lib kelayotgan odamlar bor. 99%, 100% shu odam nima desa to'g'ri bo'lib chiqyapti. Ishonch. Ya'ni bu yerda nima ishonaman. Bundan keyin bu odamni tekshirmayman deyiladi. Lekin bunaqa odamlar hammamizda sanoqli. 10 ta chiqar, 5 ta chiqar, 8 ta chiqar, 20 ta chiqar. Lekin biz majburmiz juda ko'p joydan ma'lumot eshitishga. Yangiliklar o'qiymiz, blogerlarni kuzatamiz, har xil kitoblar ko'ramiz, YouTube videolar ko'ramiz. Ya'ni bizga ma'lumot yetkazuvchilar orasida 80% inson begona. Hammada har xil, lekin asosan shunaqa. Demak, begonalarga kelgandagi ma'lumot shu. Ishonadigan odamlaringiz bor. Masalan, otangiz sizni shu paytgacha aldamagan yoki ustozingiz aytgan hamma gapni aytganicha bo'lib chiqqan. Bu holatda to'xtang, men boshqa odam aytishini kutaman demaysiz. Yoki otangiz, mana hammani otasi 2-3 yoshli bolalarga tishini yuvishni o'rgatadi. To'xtang, men bog'cha pam etsam, keyin ikkita yuvaman demaydi u yosh bola. Yo'q, otasiga ishonadi. Xuddi shunaqa
Yaxshi savol bo'ldi. Aniq ishongan odamlarimiz bor, gapini 100% olamiz. Biz ularni ustoz deb bilamiz, ishonchli deb bilamiz. Ana shu holatda yo'q. To'ppa-to'g'ri tekshirilmaydi, ha deb tekshirilmaydi. Lekin 80% holatda biz unaqa emas, balki atrofdan, begona insonlardan ma'lumot olamiz. Ikkinchi iqtibosimiz menga juda ko'p ta'sir qilgan iqtibos. Bilmadim, 10 milliondan oshiq pul tejab qoldim shekil. Bu iqtibosni eshitganimdan keyin juda foydali bo'ldi. O'z yaqinda o'qidim. Warren Buffett haqida. O'zi emas, u bilan bo'lgan voqea haqida. Demak, bir kun Warren Buffett va Charlie Munger va Jackie Bryan va 4-chi odam golf o'ynashayotgan ekan. Keyin o'sha 4 odamning bittasi aytibdi. Menga qara debdi. Mana shu turgan joyimizdan o'sha teshikni poylasang debdi. Men senga $10,000 beraman debdi. Bittada tushirishing kerak faqat debdi. Agar tushirsang $10,000 beraman. Tushira olmasang sen menga $10 berasan debdi. $10 bersang bo'ldi debdi. Keyin Warren Buffett o'ylabdi. Yo'q, men urmayman debdi. Keyin yonidagi hamma odam hayron bo'ldi. Nimaga? Uzoq $10 yutqazasan, yutib olsang 100 barobar qolishing mumkin pulingni desa. Warren Buffett gapiribdi. Agar kichkina narsalarda intizomli bo'lmasang, katta narsalarda aniq intizomli bo'la olmaysan. Demak, mana shu joyi iqtibosimiz. Va Warren Buffett haqida shuncha kitob o'qigan bo'lsam, shuncha joyda nima deydi, intervyuslarini ko'rgan bo'lsam, bu gapni eshitmaganman. Bu u bilan bo'lgan voqea yonidagi odamlarga aytilgan gap. O'sha Walter Schloss, 4-chi odam shu bo'lsa kerak, Walter Schloss aytib beryapti. Ta'sir qildi, tabiiy. Nimaga ta'sir qildi desa, 100 ga 1 shansi ham olmayapti. Chunki u hali ura oladimi, uni yo'qmi? Va men uni kinosini ham ko'rgan edim. Har kun ertalab $2,5 ga nonushta qilar ekan. Bu taxminan biz pulda 30 ming so'm degani. Aksiyalar tushib chiqadi-yu endi milliard u yoqqa bu yoqqa yurgan. Nobodo bir kun oldin kamroq pul topgan bo'lsa, deylik $15 million emas, $14,5 million topgan bo'lsa, uydan nonushta olar ekan. Ya'ni McDonald'sdan olmas ekan. Men bugun kecha pul topmadim. Shuning uchun derkan. Ya'ni u butun dunyoga isbotlamoqchi bo'lgan narsasi, tug'ilganda yashayotgan uyda ham yashayapti. Men pul topishim yaxshi yashashim uchun, zo'r yashashim uchun emas. Bu pulni men shu gaplarim eshitilishi uchun yoki mana bu maqsadlarim bor, shularni qilish uchun yoki jamiyatni yaxshilash uchun topganman degan messenj beradi. Va $10 ham bekorga ishlatib yormaslikka qaror beryapti. Nimaga aytsa, $10 bugun ishlatib yorasan, ertaga u $30 ishlatasan, ertaga $80 ishlatasan. Shunga o'xshagan iqtibos bo'lgan bizda, Harmozin iqtibosi. Ya'niki atiga degan odam hech qachon boy bo'lmaydi deydi. Ya'ni atiga dedingizmi? Bo'ldi. Vaqtga ham xuddi shunaqa. Atigi 5 daqiqayu shu bitta shortsni ko'rib olaman. Bo'ldi, keyin ishimni boshlayman. Atigi degan odam hayotida bir foydali ish qila olmaydi vaqtiga nisbatan. Atigi bitta kino 1,5 soat ko'raman, bo'ldi, o'tirib darsimni qilaman. Yo'q. Atigini pulga ishlatgan odam pul bilan jiddiy muomalaga kirisha olmaydi. Atigini vaqtiga nisbatan ishlatgan odam hayotida bir tuzuv ishlar qilishi qiyin bo'lib qoladi. Xuddi shu iqtibosni mana Warren Buffett ham aytib turibdi. Aytishingiz mumkin. Nima endi boy bo'lganlarning hammasi ham shunaqa tejab $10, $5 qilganmi? Yo'q. Xohlagan narsasini olib, xohlagan narsasini sotib olib, xohlagan joyga borib ishlatib tashlaganlar ham bo'tdi-ku deyishingiz mumkin. Albatta bu rizq, omad hammada bor. Lekin biz tizimli yondashuv haqida ishlatyapmiz va topgan narsasini yo'qotib qo'ymaslik haqida gaplashyapmiz va topgan narsasini bekorga ketkazmaslik va intizomli bo'lish orqali boyish haqida gaplashyapmiz. Omad hammaga kelib qolishi mumkin. Albatta, kimdir ham sizni ko'chada ko'rib qolib, sen men san yoqib qolding, yonimga olaman deb turib, yaxshi ish berib turib, birdan pul ko'milib ketishi mumkin. Albatta, buni hech kim inkor qilmayapti. Tabiiy, chunki bu hayot rizq deydi buni. Lekin biz intizom bilan erishish haqida gaplashyapmiz. Ko'p pullarimni tejab qoldim. Bir necha marta ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lgan joyda, uyda ovqatlansam nima qiladi dedim. Bir nechta marta oladigan narsalarimni arzonrog'i bormikan deb qoldim, deb ko'rdim. Ya'ni iqtibos esimda qolib ketdi rostdan ham. Bu pul men qizg'anganimdan yoki baxilligimdan yoki boyib ketmoqchiligimdan emas, yo'q. Shuni sezdimki, asosan bekorchi xarajatlar ketishni boshladi. Kerakli narsalar kerakmi? Olaman. Kerak emasmi? Olmayman. Kerak bo'lsa, qimmatni ham olishim mumkin. Lekin kerak emas bo'lsa, arzonni ham olmayman. Bu yerda ham xuddi shunaqa, Warren Buffett voqeasida unga o'sha
yamaga tushirish shansi 60%mi, 10%mi, 20%mi bilmayman men. Juda uzoqdagi yama aytilgan, balki 10%dir. Unga o'sha 10%ni 10% shansda yo'qotish kerak emas. Xuddi shunga balki biz iqtibosni boshqa joyini olsak, kichkina narsada intizom qila olmagan odam katta narsada intizom qila olmaydi. Keyingi iqtibosimiz Navaldan. Uzunroq iqtibos, har bittasini etib sharhlab ketamiz. Hayotda asimetrik imkoniyatlardan foydalan. Asimetrik imkoniyat nima? Asimetrik imkoniyat bu siz bitta vaqt sarflaysiz yoki bitta pul sarflaysiz, sarflaganingizga nisbatan ko'proq natija keladi. Misol, 1 soat ishlaysiz, lekin boshqalarni 100 soat ishlaganiga teng bo'ladi. 10 so'm pul ajratasiz, boshqalarni 1000 so'm ajratganiga teng bo'ladi. Mana shu asimetriya. Misol, men bitta odam bilan bugun 4 ta 5 ta uchrashuv qildim. Har bitta uchrashuvga taxminan yarim soat vaqt sarfladim. Va uchrashuvda biz zo'r mavzularni gaplashdik. Bitta odam bilan kimyoviy sanoat haqida gaplashdik, do'stimiz bilan. Bitta opa bilan ta'lim, maktabgacha bo'lgan bolalar ta'limi haqida gaplashdik. Xo'p, yana bitta o'quvchilarimiz bilan volontyorlik haqida gaplashdik. Har bitta bu suhbatda agar shu suhbatlar yozib olinsa juda ham foydali bo'lardi. Lekin u yerda simmetrik imkoniyatlar bo'ldi banda faqat. Ya'ni men yarim soat vaqtim ketdi, meni suhbatdoshim yarim soatlik ma'lumot oldi yoki uni yarim soat vaqti ketdi, men yarim soatlik ma'lumot oldim. Ikkalamizdan bir xil vaqt sarf bo'ldi. Lekin men hozir kameraga gapirib beryapman, bu ham taxminan yarim soat vaqt oladi. Lekin bu yerda yuzlab, minglab balki odamlar ko'radi bu narsani, foyda oladi. Boyagi suhbatlarimiz ham yozib olinganda, xuddi shunaqa simmetrik imkoniyat asimetrik imkoniyatga aylanar edi. Misol uchun asimetrik imkoniyatda yana bittasi bu o'zingizni bir kichkina bo'lsa ham biznesingiz bo'lishi. Unda har kuni yillar davomida ishlaysiz va bir necha yildan keyin bormasangiz ham ish davom ettiradi. Lekin ishxonada ishlaysiz. 5 yil o'tsa ham baribir ishga borishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqda 5 yil o'tsa, mayli bir haftada 1 marta, bir haftada 2 marta, balki haftada 3 marta bormay tursangiz ham ish ketayotgan bo'ladi. Ya'ni kamroq ishlayapsiz, daromadingiz o'zgarmayapti. Asimetriya bo'lib qoldi. Mana shu asimetrik imkoniyatlar deydi. Mana shu asimetrik imkoniyatlarni hech bo'lmasa bir nechtasini qilgin degan maslahatni beryapti Naval. Nega desa, chunki faqat simmetrik yo'llardan foydalanadigan bo'lsa odam, unda hamma bilan bir xil bo'ladi natijasi. Atrofingiz bilan bundoq qaraysiz, xuddi shunaqa ketasiz. Tezroq keta olmaysiz, oldinroq keta olmaysiz, vohliroq erisha olmaysiz. Bizga bu narsa kerak emas, albatta, vohliroq erishish, tezroq erishish yoki hammadan oldinga o'tib ketish buning uchun emas. Yo'q, shunchaki atrof o'rtacha juda sekin harakatlanadi. Sizning qobiliyatlaringiz to'sib ham turadi kerak bo'lsa. Bugun bitta ona bilan gaplashdik. Mani bolam juda aqlli dedilar sinfda. Sinfda 20% vaqtida hamma narsani bilib oladi. Qolgan 80% qolganlarni kutib o'tiradi dedilar. Keyin men tushuntirdim. Albatta 20 kishilik maktabda shunaqa bo'ladi sinfda. Siz juda aqlli, juda oldinda ekan bolangiz, agar yoki u bola, bitta bola haqida gaplashdik, u bola juda oldinda ekan, endi majbur qolganlarni kutadi, yo'qsa uni o'zini o'qitish kerak. Agar hamma bilan shunaqa ketaman desangiz va siz iqtidorli bo'lsangiz, qobiliyatli bo'lsangiz, kutib o'tirasiz, qani qolganlar ham rivojlanib olarmikin deb. Ya'ni bu sizni sekinlashtiradi. Shuning uchun ham asimetriyaga, qobiliyati bor odamlar asimetriyaga harakat qilish kerak. Bular nima? Birinchisi, startaplarga investitsiya qil. Ya'ni $1000 telefon olasiz, 5 yil o'tadi, u iPhone'ingiz $200 bo'ladi. Qaysidir startapga $1000 tikasiz, u $0 bo'lib qolishi mumkin. Albatta bo'lishi mumkin. Lekin 5 yil, 10 yil o'tib, u $15000 bo'lishi ham mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Xuddi shuni aytibdi. Kompaniya och, ya'ni o'zingizning biznesingni och deyapti. Hozirgi aytganimiz. Ya'ni siz o'zingiz ishingizni boshlar ekansiz, qaysidir joyda, mana qarang, tadbirkor ham, mana biz tadbirkormiz, 8 soat ishlaydi. Va tadbirkor bo'lmagan odam 8 soat ishlaydi. Xo'p, tadbirkor bitta farqi, uyga borgandan keyin ham ishini o'ylab yuradi. Bitta shu farqi shu. Yana bitta qiziq holat bor. Mana men 7 tami, 8 ta maktab yurg'izganman. 7 ta 8 ta maktab yurg'izishga ham, bitta maktab yurg'izishga ham 8 soat vaqt ketadi. Yana bitta narsani aytaman. 3 ta odamni boshqarishga ham, 300 ta odam boshqarishga ham kuniga 8 soat sarflaysiz. Ya'ni bu asimetriya.
Nimaga? Chunki siz 300 ta odamni bitta boshqarmaysiz. Siz har 10 ta odamga bitta odam qo'yasiz va u 10 ta odamga bitta odam qo'yib turib boshqarasiz. Mana shu asimetriya. Podkast boshla. Mana biz hozir podkast qilyapmiz. Asimetriyadan foydalanyapmiz. Bu podkast boshlashdan yoki Telegram blogimizda aytganmiz, jamoa bizga eng qiyinchilik tug'diradigan joy. Biz jamoa yig'moqchimiz. Rahim School uchun yoki bo'lajak loyihalarimiz uchun. Mana shu jamoa bo'lsa bizda biz hamma narsani qila olamiz. Mijoz ham topamiz, pul ham topamiz, zo'rda mahsulotlar ham qilamiz. Jamoa bilan zo'r ishlar qilsa bo'ladi. Blogimda ham yozgandim, mana iqtibosda ham aytyapman. Mana shu sabab biz asimetrik podkast imkoniyatidan foydalanyapmiz. Ibrohim bilan shu podkast orqali tanishganmiz. Podkast Telegram blog orqali tanishganmiz. Asadbek bilan shunaqa tanishganmiz. Ya'ni bu asimetrik imkoniyat. Ko'chada ko'rib qolishingiz qiyin-da bu odamlarni. Siz bitta joyda yurmaysiz, bitta joyda o'qimagansiz, qarindoshmassiz, bunaqa zo'r insonlar bilan ko'rishib qolish uchun tabiiy ularni sizni podkastingiz bo'lishi kerak. Kitob yoz deydi, yoki podkast qil, yoki videolar ol deydi. Asadbek mana shular gaplardan keyin boshlarsiz va nihoyat. YouTube blog. Agar boshlasangiz, mana shu reklamasi hozir qo'yib ketiladi. Mana shu video chiqquncha 1 oyda chiqadi. O'z mahsulotingni yasa, o'z produkting bo'lsin. Bu ham asimetrik imkoniyat. Ya'ni bu nima degani desa, siz produktingiz zo'r bo'lsa, deylik bitta tuz chiqarib olasiz, o'yinchoq chiqarib olasiz. Mana bitta kitob olib bering, mana shu ham bitta produktda. Bitta donasini olib bering bo'ldi. Mana shu kitob, kichkinagina kitob mana. $4 turar ekan. Mana bunaqa hayvonchalarda. Tasavvur qiling, mana shu produkt, 50 ming so'mlik produkt. Bir martagina mana shu dizayner bir martagina vaqt sarflagan. Mana ustini yumshoq qilishga yoki mana shu hayvonlarni chizishga, endi Figmada chizganmi, Photoshopda chizganmi, bo'ldi, qilgan, upakovka qilgan, bir marta qilgan. Mana bu mahsulot. Endi bilasan, u necha marta sotyapti. Hozir bu yerda yozilmagan ekan. Taxmin qilishimiz mumkin 50 mingta nusxa sotayotgan bo'lishi mumkin. Mahsulot shu degani. Yoki mana shu mikrofon egalari bir marta buni muhandislik qilib chiqarishgan. Endi minglab, mana biz o'zimizda nechta olganmiz shundan. Ya'ni u shart emas bunaqa qiyin mahsulot bo'lishi, ya'ni mikrofon bo'lishi. Oddiy kundalik bo'lishi mumkin. Oddiy kitobga qo'yadigan, betini o'rtasiga qo'yadigan zakladka deymiz-ku, bookmark. Ya'ni kitob belgilovchi, bet belgilovchi, shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Oddiy bitta kalkulyator bo'lishi mumkin. Oddiy qog'ozdan yashiladigan origami o'yinchoq bo'lishi mumkin. Qanaqadir boshqacha hech kimga uchraydigan ruchka bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Mahsulotingiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda aytayotdi, u shart emas physical product bo'lishi. Mana hozir sun'iy intellekt chiqdi, hamma o'zini dasturini 1 oyda yasa oladi. 3 yil dasturchilikni o'rganib, keyin PMlikni o'rganib, yoki nimadir o'rganish shart emas. Yo'q. Hamma o'ziga kerakli mahsulotni dasturni yasab, ana shu ham mahsulot. Bu ham asimetrik imkoniyat. Chunki bitta zo'r narsani yasab olsangiz, bo'ldi. Keyin yillab siz undan manfaat ko'ra olasiz. Juda ko'p uchrashuvlarga bor. Yangi odamlar bilan to'xtamasdan uchrash. Telegram blogimda o'zim akkauntimni yozib qo'yganman. Bu akkauntdan maqsad, ya'ni yozib qo'yishimdan maqsad yangi odamlar bilan tanishish. Tez javob bera olmayman. Odatda 1 oy, 2 hafta, 3 hafta kechikib javob beraman. Sabab ko'p odam yozgani bo'lsa kerak yoki meni dangasaligim yoki vaqtim yo'qligi bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ko'p insonlar bilan shu chat orqali tanishganman. Mana shu tanishish nuqtamiz. Agar sizda endi blog bo'lmaydigan bo'lsa, tanishish imkoniyati bor bo'lgan joylar bor. Yig'ilishlar, seminarlar, TED Talklar deymiz, shunaqa joylar, marafonlar, olimpiadalar, har xil o'zingiz sohangizdagi insonlar yig'iladigan treninglar, har qanaqangi narsa bu asimetrik imkoniyatlar. Chunki ko'chadagi odam, ko'chada metroda o'tib ketayotganda 100 oldin chiqib tanishib qolgan odam yoki taksida ketyapsiz, taksi haydovchisi bilan tanishib qoldingiz. U sizga qiziqishi, kerak bo'ladigan sohasi mos bo'lishi juda qiyin. Lekin mavzu borasida yig'ilgan odamlar juda ham mos bo'ladi. Keyingisi eski kitoblarni o'qi. Yoki bu yerda Lindy kitoblarini o'qi deb aytgan, tavsiya qilaman. Men o'zim ham mana shu turgan kitoblarni juda ko'pi, katta qismi balki 3dan biridir eski kitoblar. Ya'ni chiqqaniga 50 yildan oshgan kitoblar. Oxirgi kitoblarni o'qish shart emas. Nimaga desa, chunki eski kitoblarda vaqt bilan 1000 yillar, 100 yillar davomida sinalgan g'oyalar bor. Bitta kitob chiqadi va u 1 haftada, 2 haftada bestseller bo'ladi. Bu nima degani? Odamlar yangi kitob chiqsa, shu kitob o'qisam juda bir boshqacha narsa bo'lib ketsa kerak deb o'ylashadi. Yangilik chiqadi, hali hech kimda yo'q narsalarmanda bo'ladi deb birinchi bo'lib o'qib olay deb harakat qilishadi. Deb o'ylayman-da, endi men taxminim. Shunaqa deb turib kitoblarni tez-tez sotib olishadi. U kitob 10 yildan keyin uning ichidagi bilimlar aktualmi, yo'qmi?
Shuning uchun ham ming yillardan beri o'qilayotgan kitoblar bor. Men o'ylayman, Ibn Sinoning kitobi hech qachon, ya'ni mana 1000 yildan beri turib kelyapti, ya'ni 1000 yillab turadi. Chunki agar u kerak emas bo'lganda bizgacha yetib kelmasdi. Mana buni Lindsey deydi. Ibn Sinoning kitobini o'qisangiz juda ko'p foyda olasiz. Xorazmiy kitobini o'qisangiz juda ko'p foyda olasiz. Buxoriy kitoblarini o'qisangiz juda ko'p foyda. Chunki shu paytgacha 100 yillar davomida odamlar foyda olib kelyapti. Katta shaharlarga ko'chib o't. Kim kichkina shaharda yashayotgan bo'lsa, bu ularga maslahat. Katta shaharlarda to'qnashuvlar katta bo'ladi, g'oyalar katta bo'ladi, loyihalarni hajmi katta bo'ladi. Kuchli odamlar hammasi shaharga intiladi. Shahar butun respublikadan, butun dunyoda shunaqa, butun respublikada eng zo'r g'oyalar, eng zo'r insonlar shahardan chiqadi. Chunki nimaga ular bir-biri bilan ko'rishadi, yana g'oyalar keladi, bir-biri bilan odamlar tanishadi, yangi loyihalar boshlashadi, to'qnashishadi, uchrashishadi, hamma narsa, hamma joy bir-biriga yaqin. Mama olim desa, u Nariya Astanovkada turadi. Mama odam desa, bu odam palonchi bloger mana bu uyda, ya'ni bir qadamgina joy bo'ladi. Shuning uchun ham shaharga ko'chib o't deydi. Bitcoin sotib ol. Endi bu ancha oldin yozgan buni. Hozir menimcha endi kech. Hozir menim kech va blog yoz. Yoki Twitter yoz deb aytadi. Bu ham asimetrik imkoniyatlar. Ya'ni 1 soat vaqt ajratasiz, 100 soat ajratganingizdek effekt beradi. Mana shu asimetrik imkoniyatlar. Hammasini qila olsak, zo'r. Men buning ichidan faqat startaplar menimcha qilmayman xolos. Qolgan hammasini qilishga harakat qilaman. Twitterda borman, Bitcoin aytmayman, olganman aytmayman. Xo'p, katta shaharda yashayapman. Bundan kattasiga ko'chib o'tardim, hamma do'st qarindoshlarim shu yerda. Xo'p, keyingisi eski kitoblar, uchrashuvlar, mahsulot qo'yamiz, podkast bor, video bor, kompaniya bor va startap qopti faqat. Bo'lsa, oila bo'lsa Telegramdan yozinglar. Boshlashimiz mumkin, balki boshlab qolarmiz startap. Keyingi iqtibosimiz Dostoyevskiydan. Odam g'amlarini sanashga usta, quvonchlarini sanashga no'noqdir. Haqiqatda shunaqa. Eng qizig'i, buni ilm fanda negativity bias deydi. Ya'ni insonlar yomonlikni ko'proq ko'rishi. Hamma, mutlaq, men ham, siz ham hamma. Birinchi navbatda xayolimizda yomon narsalar qoladi. Yomonlikni biz tezroq ko'ramiz, yaxshiroq ko'ramiz. Insonlar og'riqdan qochishga ko'proq harakat qiladimi yoki rohat qidirishgami? Og'riqdan qochishga. Chunki voy ori desa qo'ldan olib qochadi. Kuyasan desa bormaydi. Qamalasan desa qilmaydi. Ya'ni og'riq odamni qochiradi. Ko'proq narsa qilishga tayyor odamlar zavq qidirishdan yoki rohat qidirishdan ko'ra. Rohatni necha xil so'z bilan ta'riflash mumkin? Rohat necha xil so'z bor? Bo'lish mumkin. Maza qilish, kayf safo deyishimiz mumkin. Bo'ldi, 3-4 xil so'z bor. Lekin og'riqqa ancha ko'p so'zlarimiz bor. Simillatadigan, tirnaydigan, chizadigan, og'ritadigan, yondiradigan, tirnaydigan, ya'ni og'riqni turlarini biz har xillarini bilamiz. Bosh og'rig'ini alohida, oyoq og'rig'i alohida, qorin og'rig'i alohida, qalb og'rig'i alohida. Hammasini o'zini og'rig'i bor. Og'riqlarni turi ko'p. Menga 10 xil og'riq sanab beringsiz, hammasini sanab bera olamiz. Aytamiz, mana bu yerda qalbim og'rigan, mana bu yerda tishim og'rigan, mana bu yerda nafsim og'rigan, mana bu yerda tanam og'rigan, mana bu yerda boshim og'rigan, mana bu yerda sochim og'riydi, bilasizlarmi? Tirnoq ham hattoki og'rishi mumkin. Og'riqqa so'zlarimiz ko'p. Endi men sizga mana shu ikkita rasm qo'yamiz xos. Qaysi biriga birinchi qaradingiz? Bittasi jahli chiqqan, bittasi baxtli edi. Dars o'tganimdan bilardim men. Kimdir xafa jahli chiqqan bo'lsa, birinchi bo'lib shunga ko'zim tushardi. Ya'ni jahldor yuz, jahldor smaylik bizni ko'zimizga shunday tashlanadi. Biz jahlni, xafalikni, norozilikni bittada sezamiz, baxtlilikdan ko'ra. Va keyingisi tarix haqida o'qing. Mana O'zbekiston tarixi, jahon tarixi. O'zimizda o'tiladigan tarix kitobini oching. 5-sinfdan 11-sinfgacha. Eng ko'p nima esingizda qolgan tarixda? G'ildirak ixtirosimi, parovoz ixtirosimi, samolyot ixtirosimi, kompyuter ixtirosimi? Odamlarning umri uzayganimi, chaqaloqlar o'lishi kamayganimi, odamlar kamroq ishlashni boshlashganimi? Urushlar asosan, Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushi, Napoleon urushi, SSRdagi urush, sovuq urush. Tarix faqat tarix degan urushlar keladi xayolimizga. Qattiq nimadir bosib olgan
Mundoq vaqtni olsak, faqat urushlar bo'lmagan. Hamma narsa bo'lgan, odamlar yashagan, ko'paygan, adabiyot bo'lgan, odamlar qurilishlar qilgan, ko'priklar solishgan, kitoblar yozishgan, sayohatlar qilishgan yo'q. 90% bizda urushlar esimizda qolib ketadi. Mag'lub bo'lishning yo'llari juda ham ko'p. Mag'lub bo'lishga doim 10 barobar ko'p yo'l bor, muvaffaqiyatga erishishdan ko'ra. Muvaffaqiyatga erishib bo'lgan odam mag'lub bo'lishi mumkin. Hamma narsasi bor, ichadi. Hamma narsasi zo'r, lekin o'zini yomon odatlari bor, o'rganib qolgan, chekadi misol uchun yoki narkotikka o'tirib qolgan. Qarang, ichish, chekish, narkotik, yolg'on gapirish, o'ziga xavfli dushmanlar orttirish yoki o'z davlatidan quvilib ketish, qamalib qolish, og'ir kasal bo'lib qolish, mashina urib ketishi, qo'l yoki oyoqdan ayrilib qolish, virusga chalinib qolishi, vohli o'lib ketib qolishi. Qarang, muvaffaqiyatli bo'lish juda ko'p emas yo'llari. Yaxshi o'qish kerak, ko'p ishlash kerak, yaxshi komanda qilish kerak. Mana shuning hammasini qilsangiz, balkim bo'larsiz muvaffaqiyatli. Lekin muvaffaqiyatsiz bo'lish uchun, yutqazish uchun juda ham yo'llar ko'p. O'nlab, yuzlab yo'llar bor yutqazish uchun. Yutqazish oson, yutishdan ko'ra. Endi yana bitta tajriba o'tkazib ko'ramiz. Bir bochka, tasavvur qila olasizlar, qilolmaysizlar. Sut yoki asal. İchiga mashinchagina, ko'rasizlarmi? Go'ng qo'shamiz. Axlat deylik, chumchuqniki, tovuqniki. Ichasizmi shu sutni? Yoki asalni? Yo'q, kir bo'ldi deysiz. Kir bo'ldi, najas bo'ldi, axlat bo'ldi, dabdala bo'ldi deymiz. Endi teskarisi. Mayli bir bochka bo'lmasin. Bir bonka. O'sha atxot, axlat. Bir tomchi, mayli bir qoshiq sut solamiz. Tozalandimi? Yo'q. Kiyimda bitta chetda kichkina dog' ko'rinadi. Qolgan hamma tozalik ko'rinmaydi. Uyingizda ham devoringizda, hozir maktabimizda ham bitta joy shunaqa teshilib qolgan. Bitta teshik bo'lsa, shu bittada ko'ringiz shunga ko'rinadi. Qolgan butun joylari ko'rinmaydi. Bu inson tabiati shunaqa. Inson tabiati shunaqa. Qog'ozni, oq qog'ozni nuqta qo'yib ko'rsatsangiz, nuqta ko'rinadi. Va oxirgisi yomon yangiliklar. Nechadir barobar tezroq tarqaydi yaxshi yangiliklardan ko'ra. Kimdir o'libdi, mashina urib ketibdi, xotin tashlab ketibdi, er tashlab ketibdi, bolasi bo'lib qolibdi, adashib qolibdi, pulga uxlatib ketibdi, aldabdi. Birpasda hamma bir-biriga tarqatib tashlaydi. Bu yil tug'ilish katta bo'pti. Manimcha qarzimizdan qutulamiz. Yangi texnologiya ishlab chiqaribdi. O'zimiz dron chiqarishni boshlaymiz. Ikkita bolamiz anta Dubayda qanaqa chempionat yutdi. Shaxmatda mana bolam chempioni bo'ldi. Qo'ysangchi. Bu tabiatimiz. Bu bilan qanaqa kurashamiz? Bilmayman. Shu narsani bilaylik, lekin biz o'ylaganchalik yomon emas atrofimiz. Biz o'ylaganchalik dabdala emas. Odamlar biz o'ylaganchalik yomon emas. Shunchaki bu tushuncha bo'lsinki, biz yomonni ko'rishga ustamiz. Shunaqa deylik, magnitmiz, yomonni tortamiz. O'tirib tafakkur qilsak, ancha yaxshi bo'lib qopti degan narsa keladi. Bugungi iqtibosimiz shu edi. Rahmat, eshitganlar uchun shu joygacha. Salomat bo'lasizlar.